29-noyabr navbatdagi labo yana tayyor bo'ldi. Tog'a, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'rishganda yana efirda ko'rishib qo'yish kerak edi. Rahmat. Laboyingizni chiroyli qilib tayyorlab berdik. Kamchiliklari yo'qmi? Yo'q, kamchilik yo'q. Kuzatuvchilarga maslahatim, mana lider jamoasiga murojaat qilaverasizlar. Juda sifatli, ko'ngildagidek qilib berishdi. Yana vaqtidan oldinroq qilib berishdi, kelishilgandan. Sifatlariga gap yo'q. Ishoninglar, eng qiyin narsa har bitta odamning roziligini olish. Bu majburlasangiz ham, boshqa qilsangiz ham qiyin-da bu narsa. To'g'rimi, tog'a? To'g'ri. Sizlarga rahmat. Men o'ylaganimdan ham ko'ngildagidek bo'pti-da. Asosiysi mana ishni bitirgandan keyin har doim kelishuvdan keyin xizmat pulini olamiz. Oldindan to'lov yo'q, hech qaysi ishga. Xo'p, balandligini standart qilib berganmiz. Bular tez hayvon ortib turar ekanlar, mol, qo'y, shunaqa narsa. Xo'p, yashigi bor. Orqaga bitta resor qo'shib berganmiz. Xo'p, undan keyin zashni dugasi, mana kimga qanaqa yoqsa, shunaqasidan qo'yib beramiz. Farqi yo'q bu narsa. Orqasi darvozali bo'lgan. Pol qismi har doimgidek disla solib, chiroyli qilib kurchoglar qo'yib berganmiz. Akalar, kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilinglar. Tanlovda adashmanglar. Tog'a, sizga ham yaxshi kunda xizmat qilsin. Propan qo'ydik 50 ta. Ishlaringga omad. Dokumentlaringiz. Assalomu alaykum akalar. Ertalabdan xudo xohlasa yana bitta furgonimiz tayyor bo'ldi. Labo balandligi standart bo'lgan har doimgidek. Ichki tomonlarini apshipkalar qilib, chiroyli qilib. Yonboshda yashigi bor. Hop, propan 50 litrlik qo'yib berganmiz. Boklarni surib, o'rnatib, mana zapaskalari ham akkuratli turibdi. Resor qo'shimcha qilganmiz bunga. Hop, orqasi darvozali bo'lgan. Dugalarni ham bitta ko'ringlar, e'tibor beringlar bunga. Juda chiroyli. Dog'ni ham ochasiz, bemalol. Ikki tomoni. Kurchogi bor, sedan kurchogi bor. 4 ta kurchog, oldida fortchkasi bor. Ichrog'i bor. Bu yoqda yana akalar kelishgan, Chirchiqdan kelishgan. Bularga tunik apshika qilib, oliga rezinka solamiz, xudo xohlasa. Bu yoqda changan ketdi. Bu yoqda ikkita labo, bu yoqda bitta shinre, bu yoqda yana ikkita labo, xudo xohlasa. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aka murojaat qilinglar.